Tramp ashaddiy dushmani bo'lmish Maduro bilan gaplashdi. Venesuela frontida kutilmagan burilish. Ichki ishlar boshqarmasi Toshkent yo'llaridagi e'lonlardan ogohlantirdi. Mintaqada katta o'yin boshlanadimi? Tolibon Tojikistonga hujum qildi. Mening qadrim himoya qilinmadi. Yermakning so'nggi murojaati Ukrainadagi ichki kurashni fosh qildimi? Tehron Washington o'rtasida nima bo'lyapti? Xamenei fosh qilgan yashirin da'volar. AQSh Rossiyaning Qrim ustida nazoratini tan olishga tayyor. Xitoy olimlari Elon Muskning sun'iy yo'ldosh internetini o'chirish yo'lini topdi. Sovuq kunlar boshlandi do'stlar. Aynan shu paytda erkaklarning eski bezovtaliklar yana qaytadi. Tez-tez hojatga chiqish, kechasi uyquning buzilishi, sovuqda yanada kuchayadigan og'riqlar. Shu holatlarni yengillashtirishda Prostamix ko'pchilikka yordam bermoqda. Tabiiy tarkibi bilan yallig'lanishni kamaytiradi, shishni tushiradi va tinch uxlab o'zingizni yengil his qilishga yordam beradi. Batafsil ma'lumot ekraningizdagi raqamlarda. Tramp ashaddiy dushmanni bo'lmish Maduro bilan gaplashdi. Venesuela frontida kutilmagan burilish. O'tgan haftada AQSh prezidenti Donald Tramp va Venesuela prezidenti Nicolas Maduro telefon orqali gaplashdi. Bu haqda o'z manbalariga tayanib New York Times xabar berdi. Xabarda aytilishicha, suhbat hafta oxirida AQSh davlat kotibi Rubio ishtirokida bo'lib o'tgan. Suhbat yakunida o'rtaga AQShda uchrashish masalasi ko'ndalang qo'yilgan, ammo yetakchilar uchrashuvni o'tkazish bo'yicha kelishuvga erisha olmagan. Telefon suhbati davlat departamentining xorijiy terroristik tashkilot deb e'lon qilish haqidagi qarori kuchga kirishidan bir necha kun oldin bo'lib o'tgan. Gap Quyoshlar karseli haqida ketmoqda. AQSh ushbu karselni Maduro bilan bog'laydi. Karaks esa bunga javoban AQShni yolg'onda ayblagan va bunday karsellarning o'zi mavjud emasligini bildirgan. Bungacha X Trampning keskinlik ortib borayotgani fonida Maduro bilan gaplashish rejasi haqida xabar bergan edi. Manbalarning fikricha, bunday qaror AQShning Venesuelaga raketa zarbalari yoki quruqlikdagi harbiy amaliyotlari muqarrar emasligini anglatishi mumkin. AQSh Venesuela yetakchisi bilan aloqalarni davom ettirayotgan bo'lsa-da, Karib havzasidagi harbiy mavjudligini kuchaytirishda davom etmoqda. 2025-yilning avgust oyida Tramp Amerika harbiylariga Latin Amerikasi narkokartellarga qarshi kuch ishlatishga ruxsat bergan. Yoz oxiriga kelib Venesuela sohiliga AQSh harbiy dengiz kuchlarining flotiyasi yetib kelgan. U desant kemalari guruhi va 3 ta esminetsdan iborat bo'lgan. Tramp shuningdek Venesuela hududiga zarba berishga tayyor ekanini, bu narkotik oqimini to'xtatish uchun zarurligini aytgan. Maduro esa bunga javoban Venesuela harbiy havo kuchlarini mamlakatni himoya qilishga tayyor turishga chaqirgan va uning aytishicha, venesuelaliklarning 82% qurol bilan yurtini himoya qilishga tayyor. Ichki ishlar boshqarmasi Toshkent yo'llaridagi e'lonlardan ogohlantirdi. So'nggi kunlarda Toshkent shahri ko'chalarida narkosavdogarlarga aloqador e'lonlar kuzatilmoqda. Ularda Rossiyada katta maosh to'lanadigan ish taklifi haqida yozilgan. Mazkur holat bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi ogohlantirish berdi. Qayd etilishicha, e'lonlarda Rossiyada $1000 ga ish, Telegramdan bizga yoz deb yozib qo'yiladi. Bunday reklamalar asosan Telegram kanal, guruh yoki bot reklamasi hisoblanadi. Ularda giyohvandlik vositalari savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslarning tuzog'i mavjud. Bunday e'lonlarni ko'rib qolsangiz, darhol ichki ishlar organlariga murojaat qilishingiz zarur. Aslo bunday e'lonlarga aldanib qolmang. Ular narkografiti deb ataladi. Buning uchun javobgarlik belgilangan, deyiladi xabarda. Mintaqada katta o'yin boshlanadimi? Tolibon Tojikistonga hujum qildi. Tojikistonning Xatlon viloyatida Panj daryosi bo'yidagi chekka oltin konida sodir bo'lgan transchegaraviy hujum tufayli 3 nafar xitoylik ishchi halok bo'ldi. Yana biri jarohatlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, voqea tungi paytda Afg'oniston hududidan boshqarilgan portlovchi moddalar bilan jihozlangan dron tomonidan amalga oshirilgan. Zarba ishchilar joylashgan vaqtincha turar joy binosiga tushib, imoratning katta qismini vayron qilgan. Tojikiston hukumati bu hodisani mamlakat xavfsizligiga bevosita tahdid deb atab, Afg'oniston tomonidan voqeani o'rganish va aybdorlarni aniqlashda hamkorlikka chaqirdi. Xitoy elchixonasi esa fojiani qattiq qoralab, halok bo'lganlarning oilalariga hamdardlik bildirdi hamda Tojikiston bilan xavfsizlik choralarini kuchaytirishga tayyorligini ma'lum qildi. Bu yil davomida Tojikiston Afg'oniston chegarasida xitoylik ishchilarga qaratilgan ikkinchi hujum bo'lib, Panj daryosi bo'ylab cho'zilgan nazorati qiyin hududda jangari guruhlarning faoliyati davom etayotgani haqidagi xavotirlarni kuchaytiradi. Hujumdan so'ng strategik obyektlar, konlar va chegaraga yaqin hududlarda qo'shimcha qo'riqlash kuchlari joylashtirildi.
Mening qadrim himoya qilinmadi. Yermakning so'nggi murojaati Ukrainadagi ichki kurashni fosh qildimi? Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning ofisi rahbarligidan bo'shatilgan Andrey Yermak o'z xohishi bilan frontga jo'namoqchi. Bu haqda Yermakning o'zi New York Post nashriga yo'llagan maktubida yozgan. Gazeta Yermakning ishdan bo'shatilgani haqidagi xabardan bir necha soat o'tib kelgan xatini e'lon qilgan. Men frontga ketyapman va har qanday qiynoqlarga tayyorman. Meni haqorat qilishdi va mening qadr-qimmatim himoya qilinmadi. Men Zelenskiyga muammo tug'dirmoqchi emasman. Men frontga ketyapman deya yozgan Yermak. Qayd etilishicha, Yermak qachon va qanday tarzda frontga jo'nash haqida ma'lumot berilmagan. Shuningdek, u o'ziga nisbatan to'qilayotgan bo'xton va fitnalardan noroziligini, haqiqatni biladigan odamlardan yetarli darajada qo'llab-quvvatlash bo'lmayotganini bildirgan. Gazetaning bildirishicha, Yermak bundan buyon hech qanday qo'ng'iroqlarga javob bermasligini aytgan. Tehron-Washington o'rtasida nima bo'lyapti? Xamenei fosh qilgan yashirin da'volar. Eron oliy rahnamosi Ayatulloh Ali Xamenei so'nggi kunlarda tarqalgan Tehron AQShga bilvosita xabarlar yubormoqda degan da'volarga javob qaytarib ularni keskin rad etdi. Uning aytishicha, Eron hech qanday yashirin diplomatiya oraliq vositachilar yoki maxfiy kanallar orqali Amerikaga murojaat qilmagan. Bunday xabarlarning o'zi esa Eron siyosatini chalg'itishga qaratilgan. Uning aytishicha, Eron hech qanday yashirin diplomatiya oraliq vositachilar yoki maxfiy kanallar orqali Amerikaga murojaat qilmagan. Bunday xabarlarning o'zi esa Eron siyosatini chalg'itishga qaratilgan yolg'on ma'lumotdir. Xameneiga ko'ra, AQSh hukumati so'zlariga sodiq bo'lmagan mintaqadagi siyosiy jarayonlarga bir yoqlama yondashadigan va Eronning suveren manfaatlarini hurmat qilmaydigan davlat sifatida na muloqotga, na hamkorlikka loyiq. Bu Amerika bilan muzokara olib borishdan hech qanday foyda yo'qligini, aksincha, bunday jarayonlar doimo bosim va shantajga sabab bo'lganini eslatib o'tdi. Xamenei Eronning tashqi siyosati prinsipial tamoyillarga sodiqligini aytib, mamlakat o'z mustaqil yo'lidan og'masligini, AQSh bilan aloqalar haqidagi har qanday mishmishlar esa real vaziyatni manipulyatsiya qilishga qaratilgani haqida ogohlantirdi. AQSh Rossiyaning Qrim ustidan nazoratini tan olishga tayyor. AQSh prezidenti Donald Trampning maxsus vakili Steve Witkoff Qrim va boshqa hududlar bo'yicha Rossiya prezidenti Vladimir Putinga bevosita taklif beradi. Bu haqda o'z manbalariga tayanib The Telegraph xabar berdi. Nashrga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainadagi urushni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishish maqsadida Qrim va Rossiya qo'shinlari tomonidan egallab turilgan hududlar ustidan Rossiyaning nazoratini tan olishga tayyor. Qayd etilishicha, aynan shu maqsadda Donald Tramp o'zining maxsus vakili Steve Witkoff va kuyovi Jared Kushnerni Moskvaga Vladimir Putinga bevosita taklif berish uchun yuboradi. Manbalarga ko'ra, AQSh diplomatik an'analarga zid bo'lgan ushbu hududlarni tan olish rejasi Yevropa ittifoqi a'zolarining xavotirlariga qaramay ehtimol amalga oshiriladi. Amerikaliklarni Yevropaning pozitsiyasi qiziqtirmayotgani tobora ayon bo'lib bormoqda, deydi manbalardan biri. Xitoy olimlari Elon Muskning sun'iy yo'ldosh internetini o'chirish yo'lini topdi. Xitoy olimlari sun'iy yo'ldosh internetini dronlar yordamida o'chirib qo'yish texnologiyasini muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazdi. Bu haqda South China Morning Post xabar berdi. Sinov jarayonlari Chengdu universiteti va Pekin texnologiya instituti mutaxassislari tomonidan olib borilgan. Ular Xitoy armiyasining Tayvan o'lchamidagi hududda Starlink aloqasini o'chirish kerak bo'lgan vaziyatni modellashtirgan. Hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, bu texnik jihatdan amalga oshishi mumkin. Ammo bu maqsadga erishishda radioelektron kurash vositalari bilan jihozlangan 1000 ga yaqin dron kerak bo'ladi. Ma'lum qilinishicha, Xitoy Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishidan so'ng Starlink tizimining samaradorligini ko'rib, uni ishdan chiqarish yo'llarini izlay boshlagan. Bu bilan Pekin Tayvan masalasida urushni qanday olib borishni o'ylagan. Chunki ehtimoliy dushman aloqa uchun yer usti stansiyalarga emas, balki 8000 ta sun'iy yo'ldoshdan iborat Starlink tarmog'idan foydalanishi mumkin. Bu tizim chastotalar va signallar yo'nalishini o'zgartira oladi, deyiladi xabarda. Olimlar xulosasiga ko'ra, Tayvanda Starlinkni to'liq bloklash uchun 935 dan 2000 tagacha sinxron ishlaydigan shovqin bostiruvchi qurilmalar bilan jihozlangan dronlar kerak bo'ladi. Ularning aniq soni uskunaning sifati va mustahkamligiga bog'liq bo'ladi. Shuningdek, rak vositalarini faqat dronlar emas, balki aerostatlar yoki samolyotlarga joylashtirish ham taklif qilinmoqda. Xitoy mutaxassislari bu birgalikda dushman hududi ustida elektromagnit qachon hosil qilishini aytdi. Starlink sayyoramizning istalgan nuqtasida internetga
keng polosali ulanishni ta'minlaydigan tarmoqdir. Buning uchun orbitaga 550 km balandlikda 8800 dan ortiq sun'iy yo'ldoshlar joylashtirilgan. Starlink terminlari Rossiyadan himoyalanayotgan Ukrainaning dronlari, havo hujumidan mudofaa mobil guruhlari, radioelektron aloqa vositalari va video kuzatuv tizimlari ishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.